Assalomu alaykum qadrli ilm muxlislari. Sizlar uzoq kutgan SAT olamiga sayohatimizni boshlaymiz. Sayohat davomida SAT tarixi bugungi holat bilan solishtiramiz. Uni qanchalik muhim ahamiyat kasb etishi, maqsadi va uni ichki tuzilmalari nimalardan iborat va qanday mavzularni, nima ko'nikmalarini bilish kerak. Qisqa qilib aytganda, SAT haqida sizga umuman ortiqcha savol qoldirmaydigan, barcha SAT haqidagi fikringizga, o'ylaringizga javob bo'ladigan video tayyorladik. Bundan keyin ishonib aytamizki, SAT haqida boshqa birovdan hech qanday savol so'ramaysiz. Suhbatimizni boshlashdan oldin men o'zim haqimda qisqacha aytib o'tsam. Kamina 5 yillik tajribaga ega matematik mutaxassis hisoblanaman. Asosiy hozirda SAT mentori sifatida faoliyat olib boryapman. Bugungi kungacha biz 1500 dan ortiq muvaffaqiyatli shogirdlarga ilm berdik, ularni yutug'ini ko'rdik. Oxirgi paytlarda SAT dan matematika qismidan ko'plab o'quvchilarimiz yuqori natija 700+ ni qayd etib kelishmoqda. Va bu tufayli biz Ilm Sohil akademiyasiga asos solib, u yerda SAT bo'yicha ingliz tili va matematika bo'yicha ta'lim berib kelmoqdamiz. Endi asosiy mavzumizga o'tadigan bo'lsak, SAT 1929-yilda Princeton psixologi Karl Breykham tomonidan asos solingan test hisoblanadi. Bu maktab o'quvchilarini bitirgandan keyin kollejga faoliyat olib borish uchun, kollejga kirish uchun, ya'ni qisqacha aytganda o'zimizdagi DTM testlar sifatida tashkil qilingan. Keyinchalik uni turli xil shakllarda, ya'ni ballari ham 2400 bugungidan farq. Bugungi 1600 bo'lsa, oldin 2400 bo'lgan va oldin yozma shaklda imtihon bo'lib o'tgan. Keyin penalti, ya'ni jarima ballari ham hisoblangan. Bugun 2016-yilda New Start SAT shakli tuzilmalari maqsadi o'zgardi va eng oxirgisi 2024-yildan beri SAT butun dunyo bo'yicha digital variantda, ya'ni kompyuter holatda topshirish boshlandi. Endi keyingi SAT imtihonining maqsadi butun dunyo bo'yicha bilamiz, maktab o'quvchilarining baholari, ya'ni maktabga qo'yilgan baholari bitta O'zbekistonda emas, balki Amerikada, butun dunyoda muammo bo'lgan, ya'ni asl o'quvchini qanday qobiliyatga ega ekanligini ifodalab bermagan. Shu sababli SAT imtihoni o'quvchilarning haqiqiy akademik darajasini, bilimini, universitetda ta'lim olib keta olish qobiliyatini baholab beradigan eng ishonchli test hisoblanadi. Va bu butun dunyo bo'yicha ta'limni to'g'ri baholashga juda katta yordam beradi. Shuning uchun SAT imtihonlari ko'plab davlatlarga tan olinadi. Keyingi SAT qanchalik ahamiyatli? Yuqorida aytib o'tdik, maktab o'quvchilarini baholash uchun eng muhim test hisoblanadi. Shuning uchun dunyodagi eng kuchli top universitetlar ham SAT imtihonini tan oladi. Ya'ni Harvard bo'lsin, MIT bo'lsin. Ularga kirish uchun sizni SAT dan yetarli darajada ball to'plagan bo'lishingiz shart. Agar yetarli darajada ballingiz bo'lmasa, ushbu top universitetlarga siz qabul qilinmaysiz. Bundan tashqari, butun dunyo bo'yicha 65 tadan ziyod davlatlarda 4000 dan ortiq eng yaxshi reytingli universitetlarga SAT imtihoni qabul qilinadi. Ya'ni SAT asosida siz universitetga kirishingiz mumkin bo'ladi. So'nggi paytlarga ilmiy tadqiqotlar ham shuni ko'rsatadiki, SAT imtihon topshiruvchilari borgan sari yilma-yil oshib bormoqda. Va bu ahamiyati top universitetlarga o'tgan uchun borgan sari SAT imtihoni butun dunyodagi darajasi yuqorilab bormoqda. Demak, ya'ni eng kuchli universitetlar SATni tan olib turganda, SATni qanchalik muhimligida qo'shimcha qilib o'tirmasak ham bo'ladi menimcha. Demak, keyin SATning umumiy tuzilishiga haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, SAT ingliz tili va matematikadan umumiy tashkil topgan test hisoblanadi. Bunda matematika ham, ingliz tili ham umumiy ingliz tilida savollardan iborat bo'ladi. Unda ingliz tilida to'liq variantli, ya'ni ABCD bo'lsa, matematikada ham ABCD va yopiq testlardan tuzilgan. Keling endi biz SAT English qismini to'liq batafsil yoritib chiqsak. SAT English qismi o'zi aslida reading va writing qismlaridan iborat bo'ladi. Ikkita moduldan iborat. Birinchi moduli
32 minut vaqt beriladi va sizga 22 ta savol beriladi. Ikkinchi moduli ham xuddi shunday 32 minut vaqt beriladi va sizga 22 ta savol beriladi. Ular hammasi reading va writing aloqador savollar. O'ylashingiz mumkin, birinchi modulda reading, ikkinchi modulda writing savollari bo'lsa kerak deb. Yo'q, aslo adashasiz. Birinchi modulda ham reading, writing aralash savollar beriladi. Ikkinchi modulda ham reading, writing aralash savollar sizga taqdim etiladi. Va bu birinchi modulda ham, ikkinchi modulda ham bir xil vaqt, bir xil sizga savollar soni bo'ladi. Endi ularning mavzulariga va qanchadan savol tushishiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Reading, writing savollari craft and structure mavzusiga, bobiga aloqador savollardan 13 ta 15 ta oralig'ida sizda imtihonda savol tushishi mumkin. Keyin information and ideas mavzusiga doir savollardan sizga 12 tadan 14 tagacha savol tushishi mumkin. Keyin standard English conventions dan esa 11 tadan 15 tagacha sizga imtihonda savol tushishi mumkin. Va oxirgisi expression of ideas mavzusidan esa bo'limidan sizga 8 tadan 12 tagacha savollar imtihonda tushishi mumkin. Ya'ni aynan shu mavzularga doir savollar qancha, necha foizini tashkil etishini ham mana ko'rib o'tdik. Bu yerda sizga batafsil sizda qaysi mavzulardan necha foizdan savollar tushishi haqida ma'lumotlar keltirib o'tganmiz. Endi keyingi qismga keladigan bo'lsak, SAT'ni eng ahamiyatli qismlaridan biri bu va juda ko'pchilik chalkashtiradigan, juda ko'pchilikni qiynaydigan SAT'da qanday baholash tizimi bo'ladi. O'zim ham juda ko'plab videolardan ko'rib, men bunga to'liq va o'zim uchun yaxshi javob ola olmadim va qidirgan sari kerakli javoblarni men topdim. Ya'ni SAT'da baholash tizimi umumiy scoring and equating bo'ladi. Ya'ni SAT'ni baholash tizimi ikki xil turda bo'linadi. Ya'ni har bitta savolni baholashimiz mumkin yoki har bitta modulni baholashimiz mumkin. Nima demoqchiman? Keling, avvalo har bitta savolga qanday ball beriladi? Ya'ni scoring and equating degani siz to'g'ri topgan savollar soni bilan sizga beriladigan ballar soni bir-biriga o'zaro solishtiriladi. Ya'ni agar siz 44 ta, masalan, matematikadan oladigan bo'lsak, 44 ta savolni nechta topishingizga qarab sizga 200 balldan 800 ballgacha ball beriladi. Ha, eslatib o'tish yodimizdan chiqibdi. SAT'ga siz kirib hech narsani ishlamay chiqqaningizda ham, matematika qismidan ham, ingliz tili qismidan ham 200 balldan sizga ball taqdim etadi, shunchaki kirib chiqqaningiz uchun. Endi asosiy gapga to'xtaladigan bo'lsak, scoring and equating degani siz testni qanchalik qiyinlik darajasiga qarab siz ishlagan savollarga turli xil holatda ballar berilishi mumkin. Ya'ni agar sizga tushgan test umuman hammasini olib qaraganda murakkab test tushgan bo'lsa, siz bitta ikkita xato qilib ham 44 tadan, ya'ni 43 ta, 42 ta ishlab ham hattoki to'liq 800 ballni egallashingiz mumkin. Ya'ni sizga bitta ikkita xato qilishingiz umumiy 800 ball olishingizga xalaqit bermaydi. Qachonki sizga umumiy test juda qiyin tushgan bo'lsa. Agar test sizga oson tushgan bo'lsa, unda bitta xato qilsangiz ham 10-20 ball sizdan ayrilishi mumkin bo'ladi. Bu sizga tushayotgan testni qanchalik qiyinlik darajasiga qarab belgilanadi. Buni SAT'ning rasmiy saytida ma'lumotlar berib o'tilgan, ko'rib o'tishingiz mumkin. Endi hozirgi biz aytib o'tayotgan ma'lumotlar hammasi manbasi, ilmiy asoslari bilan biz Ilm sohili SAT Telegram kanalimizga hammasini joylashtirib ketamiz. Qiziq bo'lsa, u yerga kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingi qismga keladigan bo'lsak, ya'ni biz har bitta savolga qanday ballash mumkinligini ko'rib o'tdik. Endi modullar orasida ham o'zgarishlar bor. Ya'ni har doim ikkita modul bir xil, hammaga bir xil savollar tushmaydi. Ya'ni siz birinchi modulni qanday ishlaganingizga qarab, ikkinchi modul savollari tushadi. Bu matematika qismi uchun ham taalluqli, ingliz tili qismi uchun ham taalluqli. Ya'ni siz birinchi modulni yaxshi ishlagan bo'lsangiz, ya'ni 70%, taxminan 70% dan ko'proq savolda to'g'ri ishlagan bo'lsangiz, sizga ikkinchi modul qiyinroq savol tushadi va qiyinligi evaziga sizga yuqoriroq ball beriladi. Ya'ni bu adaptive testing degan rejimda SAT modullar o'zaro baholanib ko'rib chiqilinadi. Ya'ni bundan maqsad nima? Siz birinchini, ya'ni
ular aytishadiki, birinchini yaxshi ishlagan bo'lsa, demak bu bola yaxshiroq biladi, yuqoriroq ball olish mumkin deb keyingi modulda sizga qiyinroq savol beradi. Agar siz birinchi modulda ko'proq, ya'ni 70% dan kam ishlaydigan bo'lsangiz, yomon ishlaydigan bo'lsangiz, ikkinchi modul sizga osonroq tushadi va osonroq savollarni hammasini ishlagan taqdiringizda ham siz 580-600 gachagina ballni olishingiz mumkin. Ya'ni sizda ikkinchi modul qanday tushishi va yuqori ball olishingiz eng muhim birinchi modulda qanday ishlashingizga bog'liq. Masalan, shaxsan bu holat menga yoqdi. Ya'ni birinchi modulda qanday ishlashingiz, ya'ni sizni bilimingizni bitta modul o'zi to'liq ko'rsatadi. Chunki aytdimki yuqorida ingliz tili qismida ham English va writing ikkalasi birinchi modulda ham aralash beriladi. Matematikada ham hamma mavzu birinchi modulda aralash beriladi. Bular nimani ifodalaydi? Sizni qanchalik bilishingiz o'zi bilasizmi yoki yo'qmi, birinchi modulda o'zidan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi asosiy baholash tizimi shu shaklda olib boriladi. Va bu yerda har biriga ham juda batafsil ma'lumotlar berib o'tilgan modullar bo'yicha qanday test savollarining qiyinlik darajasini tushishi. Endi SAT savollari 22 ta yo 22 ta bo'ladigan bo'lsa, ularning orasida qiyinlik darajalari ham birinchi oson savollar, undan keyin o'rtacha osonlikda va undan keyin o'rtacha va qiyin savollar tarkibida bo'ladi. Ya'ni SATdagi savollar osondan qiyinga qarab boradi. Ya'ni hech qachon sizga birinchi qiyin savol bermaydi, shunga e'tibor bering. Qiyin savollar, ya'ni SATdan 700+ 800 ball olib berishga yoki 800 balldan sizni to'sadigan savollar oxirida doim joylashgan bo'ladi. Bu hamma savolga har doim shu qoida bo'yicha SAT savollari imtihoni bo'ladi. Demak, keyingi asosiy narsamiz bu SAT matematika haqida gaplashamiz. SAT matematika o'zi matematikasi SATni ikkita moduldan iborat bo'lib, ko'pchilikni qiynaydigani bu har bitta matematik savollari ingliz tilida bo'ladi va ko'pchilik aytishadiki 8-sinfgacha bilishingiz kerak deydi. Bir narsaga e'tibor bering. O'zim SATga ko'plab o'quvchilarni tayyorlagan mutaxassis sifatida SAT savollari matematika qismi ingliz tilida bo'lishi birinchi qiyinlikda bo'lsa, SATdan sizga mantiqiy fikrlash ham talab qilinadi. Ya'ni savollar shunchaki 8-sinfgacha bilimni yetarli darajada bilish o'zi kifoya qilmaydi. Ya'ni siz mantiqiy fikrlashingiz ham yaxshiroq bo'lishi SATdan yuqoriroq ball olishingizga yordam beradi. Chunki SATda vaqt juda muhim. Ya'ni bitta imtihon insonni juda ko'plab qobiliyatlarini kashf qilishga yordam beradi. Shuning uchun ham bu SAT imtihoni butun dunyo bo'yicha juda ko'plab davlatlarga tan olinadi. Hattoki bu shaxsan men masalan ingliz tili IELTSdan ham buni darajasini yuqoriroq ko'raman. Chunki IELTS shunchaki sizning til qobiliyatingizni ifodalaydigan narsa bo'lsa, SAT esa siz to'laqonli bilim salohiyatingizni ifodalaydigan muhim testlardan biri hisoblanadi. Demak, matematikaga qaytadigan bo'lsak, birinchi modulda sizda 22 ta savol beriladi. Ikkinchi modulda ham xuddi shunday 22 ta savol. Har bitta modulda sizda 35 daqiqadan vaqt bo'ladi. Ya'ni birinchi modul 22 ta savol, 35 daqiqa ishlash uchun vaqt. Ikkinchi modulda ham 22 ta savol, 35 ta sizga ishlash uchun vaqt ajratiladi. Undan keyin mana ko'rib turibsiz, har birinchisi algebra bo'limi bo'lib, algebraga sizga taxminan 35%, ya'ni 13 tadan 15 tagacha imtihonda savol tushishi mumkin. Ikkinchi bo'limi esa advanced math hisoblanadi. Unda ham 35%, ya'ni 13 tadan 15 ta imtihonda sizga savol tushishi mumkin. Bular algebra va advanced math SAT matematikada tushadigan savollarni eng katta qismini tashkil etar ekan. Ya'ni ikkalasi 70% qismini tashkil qiladi. Demak, bu bo'limlarni biz qattiqroq e'tibor berib o'qishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, keyingi qismi esa problem solving va data analysis yo'nalishlari bo'limi bo'lib, bunda sizga 15% ni tashkil etadi. Ya'ni taxminan 5 tadan 7 tagacha sizga imtihonda savol tushishi mumkin. Keyingilari esa geometriya va trigonometriya bo'limlari hisoblanadi. Bunda esa 3 tadan 7 tagacha sizda imtihonda savollar tushishi mumkin. Demak, bu yerda sizga har bitta bo'limning imtihonlaridan kerakli bo'ladigan formulalar, kerakli bo'ladigan bilimlarni berib o'tmoqdamiz. Undan tashqari biz yuqorida aytib o'tib ketdik, SATni ingliz tilisi to'liq multiple choice testlari shaklida bo'ladi. Ya'ni 4 ta A, B, C, D li, ya'ni siz bilayotgan savollarni A, B, C da bittasini belgilab testlarni ishlaysiz. Endi xuddi shunday, ya'ni ingliz tili to'liq A, B, C da javobli
test bo'lsa, ya'ni ochiq testlar bo'lsa, matematika qismi unday emas. Ya'ni matematika qismida 30% taxminan savollar, ya'ni 30% savollar yopiq test shaklida bo'ladi. Ya'ni ABCD emas, balki 30% siz javobni shaxsan yozib qo'lingiz bilan kiritasiz. Ya'ni sizdan javob talab qilinadi. O'sha tipdagi savollar bo'ladi, ya'ni yopiq testlar bo'ladi. Keyin mana sizga haqiqiy imtihonda har bitta bo'limga doir qanday savollar tushishini misollar bilan sizga berib o'tmoqdamiz. Demak, keyingi haqiqiy SAT imtihoni qanday bo'ladi? Haqiqiy SAT imtihoni sizga berilgan, ya'ni kollej bordan ro'yxatdan o'tasiz. Qaysi vaqtda registratsiya qilganingizdan keyin imtihon o'zimizda O'zbekistonda misol qilargan bo'lsak, soat 7:00 da boshlanadi. Ya'ni 7:00 da siz imtihondan yarim soat oldin borib, o'zingizni shaxsingizni tasdiqlovchi pasport bo'lishi shart. Ya'ni ID kart yoki pasport bo'lishi shart. Shu bilan imtihonga borasiz, ular sizni imtihonga kiritadi. Imtihonga kirganingizdan keyin o'zingizni yoki notebookingiz yoki sizga kerakli boshqa ular sizga notebook berishi mumkin. Notebookda bo'ladi digital variant. Hamma uchun butun dunyoda bir xil shaklda. Endi, ya'ni bir xil vaqtda shu shaklda imtihon o'tkaziladi. Imtihonga kirganingizdan keyin ular o'zlari sizga kodlar berib, jarayondan keyin imtihon boshlanadi. Imtihon boshlangandan keyin sizga asosiy birinchi SAT English qismidagi ikkita modul savollari taqdim etiladi. Ya'ni birinchi 32 minutda 20 ta ingliz tili savollarni ishlaysiz. U tugaydi. Undan keyin keyingi 32 minutda ingliz tili savollarini ishlaysiz. Undan keyin esa 10 minut tanaffus olasiz. 10 minut tanaffus beriladi hamma uchun. Tanaffus olsangiz tashqariga chiqishingiz mumkin, kim bilan suhbatlashishingiz mumkin. Ya'ni 10 minut erkinlik. 10 minut tanaffusdan keyin matematika qismi boshlanadi va bunda 10 minut tanaffusda ham ko'pchilik unumli foydalanishga harakat qilib, nimalarnidir yozib ishlayotadi. Lekin men tavsiya qilaman 10 minut tanaffusda maza qilib dam olish kerak. Undan keyin ikkita modul matematika qismida birinchi modul va ikkinchi modullari 35 daqiqadan bo'ladi, 20 ta savoldan. Endi mana bu yerda sizga biz ko'rsatib o'tyapmiz qanday bo'ladi. Ya'ni mana Blue Book degan rasmiy kollej bordning o'zining sahifasi bor. O'sha Blue Bookga haqiqiy imtihonga yaqin bo'lgan savollarni berilgan. Xuddi shu shaklda SAT imtihoni ham bo'lib o'tadi. Ya'ni bu yerda sizga beriladi har bitta variant ABCD bettasini belgilaysiz. Ishlaganingiz ko'k rangda belgilanib ketaveradi. Shunday holatda navbat o'tib ketaveradi. Va bu yerda siz ingliz tili qismida sizga bemalol yuqorida bir belgi bor. U belgi highlight belgisi orqali kerakli so'zlarni belgilab, ranglarga har xil ranglar qo'yib, o'zingizga eslatmalar ham qilib qo'ysangiz bo'ladi. Undan keyin sizga 10 minut tanaffus beriladi. 10 minut tanaffusdan keyin matematika qismi bo'ladi. Matematika qismiga ham sizga kerakli formulalar berib o'tiladi. Ya'ni SAT Math qismida siz matematikadan sizga kerakli formulalar beriladi. Ya'ni asosiy formulalar jadvali o'sha imtihon o'zida foydalanishingiz mumkin. Adashmadingiz. SAT matematika imtihonida sizga formula ham beriladi. Kalkulyator ham, Desmos kalkulyator ham sizga beriladi. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Biz foydalanishni bilsangiz. Agar qiziq bo'lsa, biz Desmos uchun maxsus darslarni tayyorlashni rejalashtiryapmiz. Izohlarga Desmos darslari deb yozsangiz, biz keyingi videomiz Desmos haqida to'liq video darslarimizni sizga taqdim etamiz. Demak, Desmos kalkulyator orqali xohlagan hisob-kitoblarni qilishingiz mumkin. Bu yoqda kerakli formulalar orqali sizga kerak bo'lsa, o'shanda formulalardan ham bemalol foydalanib o'tishingiz mumkin. Mana bu yerda sizga mana yopiq testni ham ko'rsatib o'tganmiz. Ya'ni u yerga siz ABCD kabi o'zingizning javobingizni ABCD emas, balki son yoki nimadir deb yozib ketishingiz mumkin bo'ladi. Kasrlarni ham. Ularning to'g'ri yozish qoidasini esa o'sha imtihonda yon betida to'g'ri ko'rsatib ketilgan eslatmalari bilan. Demak, endi tushunarli bo'lyapti. SAT sizlarga nimalar taqdim etadi? Ya'ni SAT sertifikatga ega bo'lsangiz, dunyodagi eng kuchli top universitetlarga grant asosida katta miqdordagi stipendiyalar bilan o'qishingiz mumkin. Buni deyarli hammamiz bilamiz. Ammo O'zbekistonda bundan-da ko'p imkoniyatlarni eshigini ochadi bittagina SAT sertifikati. Ya'ni qanday deydigan bo'lsangiz, agar siz abituriyent bo'lsangiz, prezidentimiz tomonidan tasdiqlangan qaror bor. Ya'ni siz SATdan 1200 balldan yuqori natija qayd etadigan bo'lsangiz, o'sha matematika, ingliz tili asosiy fanlarda bo'lgan har qanday universitetga grant asosida qabul qilinasiz. Ya'ni iqtisodiyot yo'nalishida deydigan bo'lsak ham, siz
hattoki diplomatiya, narxoz kabi eng yuqori balli universitetlarga ham siz grantga qabul qilinasiz. Hech qanday imtihonlarsiz, hech qanday majburiy fanlar, asosiy fanlarsiz to'liq sizga grant taqdim etiladi. Oldin sizga chet ellik universitetlar grant beradigan bo'lsa, bugun O'zbekistonda ham davlat universitetlarining barchasi grant beradi. Boshqa xususiy universitetlar ham aksarida grant bor SAT uchun. Ya'ni bu abituriyentlar uchun juda quvonarli, juda katta imkoniyat deb hisoblayman. Ya'ni boshqa 5 ta fanga tayyorlanib o'tirmasdan bitta fan, bitta asosiy yo'nalish bo'yicha tayyorlanib, bitta sertifikat bilan to'liq grantni qo'lga kiritasiz. Keyin ustozlar ham qolib ketgani yo'q. Ya'ni siz o'qituvchi boshlang'ich sinf yoki katta fan o'qituvchilaridan biri bo'lsangiz, matematika, fizika kabi aniq fanlardagi o'qituvchilarga SAT imtihoni prezidentimiz qarori bilan 50% ustama beradi. Agar siz SAT matematika qismidan 700 balldan yuqori natijani qayd etgan bo'lsangiz, ya'ni bu sertifikat sizga 3 yilgacha oyligingizni yarmini yana qo'shib olishga yordam beradi. Ya'ni siz 5 million oylik oladigan bo'lsangiz, sizga har oy 7,5 milliondan to'lanadi. Bu degani siz SAT sertifikatsiz 3 oy ishlaganingizda SAT sertifikat bilan 2 oyda oyligingizni olib yuqori daromadga erishasiz. Va to'g'risini aytishim kerak, SAT o'qituvchilarga hozir Toshkent shahrida ham, viloyatlarda ham talab juda yuqori bo'lib ketdi. Ayniqsa prezidentimiz abituriyentlarga bergan imkoniyat sababli. Ya'ni hozir milliy sertifikat tayyorlaydigan o'qituvchilardan ham ko'proq SATga tayyorlaydigan ustozlarga talab yuqori. Chunki abituriyentlarga juda katta imkoniyatlar beradi. Top universitetlarga kirish kabi juda katta imkoniyatlar eshigini o'quvchilarga ochishga yordam berayotgani uchun SAT mutaxassislarga talab yuqori. Endi biz sizlarga shunday muhim sertifikat haqida ma'lumotlarni berib o'tganimizdan keyin sizlar uchun bir yaxshilikni ilindik. Ya'ni biz SAT ustozlari o'zimizni ilm sohil akademiyamizda SAT ingliz tili va SAT math bo'yicha yoki umumiy ikkalasi bo'yicha o'zimizni natijalarimizga asoslangan onlayn darslarimizga start berdik. Ushbu darslarimiz biz faoliyatimiz davomida 100, 1000, 2000 ga yaqin o'quvchilarda natijalar bergan, amalda sinagan va sizlarni xursand qilib kafolatlangan natijaga olib keladigan maxsus kursimizni tayyorladik va unga qabulni sizlar uchun eng oldin yozish imkoniyatini taqdim etyapmiz. Ya'ni bu hozirgi sizlarga berilayotgan imkoniyatni boshqa hali hech qayerga aytmadik. Demak, agar sizga bizni SAT darslarimiz, onlayn darslarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda havola berib qo'yibman. O'sha havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, shogirdlarimiz sizlar bilan bog'lanib, batafsil kurs haqida ma'lumotlar berib o'tadi. Agar kursimiz haqida ushbu video shaklidagi ham ma'lumotlar berishimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shaxsan o'zim ushbu videoni tayyorlashga kirishaman. Izohlarda fikrlaringizni ko'rib, albatta. Endi oxirida aytgan sizlarga bonusimiz. Ko'pchilik sir saqlaydi. Ya'ni biz faoliyatimizda O'zbekistondagi ko'pchilik o'quvchilar bilishi muhim bo'lgan juda ko'plab bilimlar bor SAT haqida. Ya'ni bu bilimlarni xohlaymizmi yo'qmi, SAT Amerikada asosiy testi bo'lgani uchun SAT haqida amerikalik kuchli mutaxassislar, SAT mentorlari ko'proq narsani biladi. Texnikalari, boshqa narsalarni. Shuning uchun biz eng kuchli top SAT mentorlari butun dunyo bo'yicha ularning tavsiyalarini o'rganib chiqib, o'zimizda qo'llab ko'rib, shogirdlarimizga ishlatgan usullarini sizlardan sirli SAT 1600 strategiyalarini va ularga kerak bo'ladigan resurslar, bepul foydalanishingiz mumkin bo'lgan resurslar to'plamini bonus shaklda qo'llanma qilib tayyorladik. Agar u sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda unga ham bonusga ham havola qoldirib ketamiz. Kelishdikmi? Demak, ushbu videomiz sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, menga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Katta rahmat, xayr, salomat bo'ling.